mumkin. Shundaga mana kecha boshlagan kuxnya meblimizni bitirib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. 330 joyimiz mokriy akreldan. Xo'p, bu tomonda aristonimiz bor. Tagida qirmochni ham skretga qilib turib, tagiga shunaqa kanalizatsiya bo'lganligi uchun xuddi shunday tortma qildik. Akkuratni chiroyli turadi. Xo'p, bu tomonda moykamiz universal, ko'p funksiyalik. Xo'p, xuddi shunday chiroq, shunga o'xshash narsalari bor. Moykamizni o'zini narxi 900 ming so'm. Xo'p, qoshiq qo'yadigan, tortmalari hammasi davlatchilik. Xo'p, bu tomonda sushilkamiz bor. Sushilka kuxnyaning ichida bonusga berdik. Xo'p, bu tomonda vityashkamiz tepaga ulangan, gaz plitamiz. Xo'p, e'tibor uchun ko'pchilikga savol bo'lishi mumkin. Xo'p, gaz plitani tagidagi nima uchun ko'targanmiz? Xo'p, kafilli usta akalarimiz qirmochlarga moslab urilgan 90 ga, gaz o'zi standart 85 bo'ladi. Shuning uchun tagiga xuddi shunday yopib turib, akkuratni qilib gazni ko'tarib joylayverdik. Xo'p, bu tomonda mana hammamizda polkalari bor. O'sha-o'shalari vakuumli. Xo'p, tepasi hammasi ochib qo'ysa o'zi ko'tarib turadi bu. Bu tomonda ham xuddi shunday polkalik. E'tibor uchun hammaga rahmat. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Mebel qildirmoqchi, kuxnya mebel qildirmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yaverasizlar.